Sertifikat savoli diqqat qilamiz. Demak, savolimiz kosinus x ayrilgan 2 ildiz x kvadrat qo'shilgan 9 kichik yoki teng x kvadrat qo'shilgan 9 taqsim a qo'shilgan kosinus x ayrilgan a. Bu o'sha Telegram kanallardan, ya'ni ustoz Sherzod Do'stov domlaning savollari ekan. Milliy sertifikatga o'zlari tashaganlar. Yaxshi zo'ragan savol. Shuni yechim bilan, demak, sizni tanishtiramiz. Tengsizlikni yagona ildizga ega bo'lsa, x ni qiymatini toping degan ekan birinchi shartida. Demak, bu yerda chap tarafda juft holatda turibdi, o'ng tarafda ham qiymatlar, ya'ni x o'zgaruvchilar juft holatda turibdi. Demak, juft holatda turgan tenglamaning yagona ildizi bo'lishi uchun aynan x teng 0 bo'lishi kerak. Boshqa holatda bo'lmaydi. Agar x teng 1 ni qanoatlantirsa, minus 1 ni ham qanoatlantiradi. Shuning uchun 0 dan boshqa qiymatlar plus minus holatda keladi. Demak, yagona yechim bo'lish sharti faqat x teng 0. Demak, a holatdagisini x teng 0 deb qo'ysak bo'ladi. Tenglama mana shu holatda yagona ildizga ega bo'ladi. Va tenglama ildizi yagona bo'ladigan bo'lsa, shu a ni qiymatini toping degan ekan savolda. Endi x o'rniga 0 ni keltirib qo'yamiz. 1, ya'ni b shartining yechimiga o'tamiz. 1 bo'ladi. Ayrilgan 2 ildiz o'sti 9 kichik yoki teng 0 qo'shilgan 9 taqsim a qo'shilgan 1 ayrilgan a holatda kelyapti. Bu narsa bizga 6 ni beradi. Ayirsak minus 5 bo'ladi. Kichik yoki teng 9 taqsim a plus 1 minus a. Bir tarafga o'tkazib ishlasak, bizga a kvadrat qo'shilgan a, ya'ni bunga mahaj bersak, hop, ayrilgan 14 taqsim a plus 1 kelar ekan, kichik yoki teng 0 dan. Yo'q, unaqa emas. Mana bu yerda 2 keladi minusdan. Mana shu holatda keladi. Yo'q, adashdik.